Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Bu qıtımlıq haftalik İstiqlal xəbərləri proqramısını görüşənlərini qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqun. Taylandiki Uyg'urlarni qo'llab namoyish o'tkazildi. 300 Uyg'urning Xitoyga qaytarilishiga qarshi Turkiyaning Istanbul va Anqara shaharlarida norozilik namoyishi o'tkazildi. 2014 yil 12 ayning 28 kuni İstanbulning Beşiktaş maydonida Xitoy zulmidan qochib Taylandda tutilib qolgan 300 Uyg'urning Xitoyga qaytarilishiga qarshi bayonot e'lon qilish va norozilik namoyishi o'tkazildi. Namoyishda Turkiya bosh ministrligi u Uyg'urlarni qutuldirish uchun jiddiy harakatga o'tishga chaqiriq qilindi. Matbuot e'lon qilish namoyish faoliyati İstanbul Alparan Ojoqlari tashkiloti tomonidan uyushtirilgan bo'lib, Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining markaziy va Zaytunburnu Safaköy sho'balari birlikda harakat qilib, İstanbuldagi Uyg'urlarni namoyishga ko'plab qatnashishga safarbar qildi. Uyg'ur va turklardan ayol bo'lib 500-600 atrofida kishi qatnashgan bu namoyishda namoyishchilar Turkiya va Sharq Turkiston bayroqlari ko'targan bo'lib, ba'zi namoyishchilarning qo'llarida Turkiya uxlama Turkistonga egichiq. Sharq Turkiston Turkiyaning izzat obro'yidir. Qirg'inchilikning nomi Sharq Turkiston. Uyg'ur turklari yolg'iz emas deganga o'xshash xatlar yozilgan viviska taxtlarini ko'tarib Beşiktaşdagi bosh ministerlik xizmat binosiga qarab yurdi. Axborot e'lon qilish yig'inida Alparan Ulku Ojoqlari Istanbul sho'ba raisi Kurshat Mijan apandi Taylanddagi Uyg'urlarga aloqador tayyorlagan bayonotini o'qib o'tdi. Kurshat Mijat apandi oldi bilan bu namoyishni uyushtirishdagi maqsadini ifodalab mundaq dedi. Siz qaldınız. Zalim Çin devletine diplomatik kınama dahi Taylandda panohlangan Uyg'ur turklari qarindoshlarimizni Xitoyga qaytarmasligi uchun bu yerga to'plandik. Hurmatli bosh minister Taylanddagi musofir Uyg'ur qarindoshlarimizning masalalarini eng qisqa vaqt ichida hal qildiganligi to'g'risida va'da qilgan edi. Ammo bugun Tayland hukumatı Uyg'ur turk qarindoshlarimizni qotil Xitoy davlatiga qaytarish qarori oldi. Kurshat Mijat apandi so'zda yana Turkiya bosh ministerini Taylanddagi Uyg'urlarni qutuldirishga chaqiriq qilib mundaq dedi. Hurmatli bosh minister, bu millat ikkinchi qatim Boraltan fojiasini yashashni xohlamaymiz. Tarixda tunji bo'lib kishilik huquq xitobnomasini e'lon qilgan ajdodimiz Fatih Sultan Muhammad Xonni unutmasligingizni, yaqin tariximizdagi qisman bo'lsa-mu Qibris voqeasidagi tashqi siyosatimizning tik turishni va Bulg'aristondagi qarindoshlarga qarata ko'rsatgan irodani unutmasligingizni tavsiya qilamiz. Turkiya Cumhuriyeti davlatining qon qarindoshlarimizning Xitoy davlatiga qaytarilishining oldini to'sib, Turkiyaga qabul qilishni undaq bo'lmagan taqdirda bu to'g'rida Tayland hukumati bilan so'zlashib, masalani hal qilishning chora usullarini tepib chiqishni talab qilamiz. 300 dan ortiq Uyg'ur qarindoshlarimizning Xitoy zulmiga topshirilib berilishga to'sqinlik qilish mazlum uchun umid bo'ladi. Qarindoshlarimiz va hukumatimiz uchunmi ishonch bo'ladi. Bayonot e'lon qilinib bo'lgandan keyin Alparan Ojoqlari tashkiloti İstanbul sho'ba raisi Kurshat Mijan va Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatulloh O'g'izxon qatorliq 3 kishi Taylanddagi Uyg'ur musofirlarni qutuldirish uchun Turkiya bosh ministriga yozilgan bir maktubni İstanbuldagi bosh ministerlik xizmat ishxonasidagi mas'ullarga topshirdi. Xitoyga qarshi shuar to'lg'an namoyishchilar Xitoy bayrog'ini ko'ydirdi. Yana bir tarafdan Taylanddagi tutqun Uyg'urlarning taqdiri Turkiyadagi turk ommaviy tashkilotlari va Uyg'ur tashkilotlarini harakatga keltirdi. Buyuk Birlik partiyasi vakillari va Uyg'urlardan tashkil topgan nurg'un kishi Anqaradagi Tayland konsulxonasi oldida namoyish o'tkazdi. Erdoğan'ın ziyafetiga Uyg'ur vakillari qatnashdi. Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin nüfuzluq ommaviy tashkilotlarining mas'ullarini taklif qilib, Cumhur Reislik sarayida ziyafet berdi. 2014 yılı 25 dekabr payshanba kuni Türkiye Cumhuriyeti Reisi Erdoğan Türkiye'nin nüfuzluq ommaviy tashkilotlarining mas'ullarini da'vat qilib, Cumhuriyet sarayida ziyafet berdi. Türkiye'nin o'xshamagan joylardan 173 ommaviy tashkilotning vakillari taklif qilingan bu uchrashuv ziyofatiga Uyg'urlarga vakolatan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatulloh O'g'izxon, Sutuq Bug'roxon ilm va madaniyat vaqfining raisi Olimjon Bug'da taklif bilan qatnashdi. Bu ziyofatga Turkiya siyosatiga zo'r ta'sir ko'rsatayotgan eng cho'ng ommaviy tashkilotlarning mas'ullari, davlatning oliy rahbarlaridan bo'lib 250 atrofida kishi qatnashdi. Ziyofat jarayonida Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatulloh O'g'izxon Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan bilan qizg'in ko'rishganligini, muhojiratdagi Uyg'urlarning nüfus va iqomat ishlariga alohida ko'ngil bo'lganligi uchun
bütün Uyg'urlar nomidan rahmat aytish bilan birga Xitoy bisimidan qochib chiqqan Turkiyadagi va Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlaridagi muhojir Uyg'urlarga ko'ngil bo'lishni, yordam qilishini talab qildi. Cumhur Raislik sarayida axborotchilarga yepiq shaklda o'tkazilgan ziyofat 3 soat davomlashdi. Egallanishicha, bu ziyofat tusi olgan bir xil yepiq yig'in bo'lib, yig'inda Turkiya Jumhuriyatining ichki masalalari va bir turkum rayonlik masalalar to'g'risida muzokara elib berilgan. Ommaviy tashkilot rahbarlari Erdo'g'onga Turkiya hukumatining kuchlanishi to'g'risidagi fikr takliflarini sungan. Xitoy Iroqning Erbil shahrida konsulxona ochdi. Azaldan PKK terrorlik tashkilotini ideologiya, iqtisodiy va qurol-yarog' jihatlarda qo'llab kelayotgan Xitoy amdilikda ularning markazi bo'lgan Iroqning shimolidagi Erbil shahrida konsulxonasini ochdi. Turkiya Hurriyet gazetasining xabarida bayon qilinishicha, Xitoy konsulxona ochilish murosimi o'tkazilgan Divan mehmonxonasida ochilish qatnashgan Iroq Kurd rayonlik hukumatining raisi Nechirvan Barzani Xitoyning iqtisodiy kuchi bilan dunyoning oldingi qatoridan o'rin olganligini ifodalagan va BDT bexatarlik komitetining 5 doimiy a'zosining biri ekanligini va Xitoy bilan hozirgacha har turli sohalarda yaxshi munosabat qurib kelganligini bildirgan. Barzani mundaq degan: Xitoyning Erbilda konsulxona ochishi Kurdiston rayoni bilan qurilgan iqtisodiy, madaniyat va siyosiy munosabatlarning boshlanishidir. Barzani mazkur munosabatlarni texmo gullantirishni xohlaydiganliklarini tilga olgan holda, Xitoyning Erbilda konsulxona ochishi madaniy, iqtisodiy va siyosiy munosabatlarning boshlang'ichidir dedi. Barzani boshdan kechirayotgan krizisdan qutulish va Iroqdagi 2 million musofirga yordam qilish uchun Xitoyning texmo ko'p qo'llashini kutadiganliklarini bildirdi. Xitoy muavin tashqi ishlar ministri Jang Minmo Erbilda konsulxonaning ochilishi bilan Xitoy Kurd rayonlik hukumat munosabatlarining kuchaydiganligini ta'kidladi. Xitoyning Erbilda konsulxona ochishidan Iroq Kurdiston amaldorlari mamnun bo'lgan. İjtimoiy uchur vositalarida fikr bayon qilgan Uyg'ur kuzatuvchilar Xitoyning azaldan PKK tashkilotini ideologiya, iqtisodiy va qurol-yarog' jihatlarda qo'llab kelayotganligini, shuning uchun bu konsulxonaning ochilishi Turkiyaga qarshi besilgan bir qadam ekanligini ilgari surmoqda. Xitoyning ichki urush avj olgan Iroqning Erbil shahrida konsulxona ochishdagi asosiy maqsadi nima? Bu konsulxona qanday faoliyat qiladi? Buningga qarata Daesh, ya'ni Iroq Sham islom davlati va boshqa muxolif kuchlar qanday pozitsiya bildirdi degandek savollar rayon vaziyatini ko'rsatayotganlarning diqqatini tortmoqda. Xitoy Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan ashaddiy zulmini rasmiy qonunlashtirib ijro qilishga boshladi. İnsani axloq va erkinlikdan qilchilik nesiva ololmagan Xitoy tajovuzchilari vatanimizda yurgizayotgan barliq bostirishlarni, İslamni yo'qotish siyosatlarini rasmiy qonunlashtirib, musulmonlarning maktab va idora jamiyatlarda namoz o'qish, yog'liq ortishi, islomiy kiyim-kechaklarni kiyishlarini, shundaqla islomga aloqador har qanday belgi ishoratlarni cheklaydigan qonunini 2015-yil 1-oyning 1-kunidan boshlab rasmiy ijro qilishga boshladi. İşğalchi kommunist Xitoy doiralari Sharq Turkistonda zulm qilishni endi qonunlashtirdi. 65 yildan buyon qonunsizlik bilan zulm qilayotgan Xitoy endi zulm qilishni qonunliq elib boradiganligini e'lon qildi. Dunyoning hech qanday davlatida hech qanday inson zulm qilishni qonunliq huquq deb qaramaydi. Ammo Xitoy zulm qilishni qonunga kirgizdi. Zulm qilishni chekidan oshirayotgan ishg'olchi Xitoy doiralari Sharq Turkistonda davlat idora jamiyat organlarida va maktablarda namoz o'qishni cheklash bilan birga islomiy kiyimlar bilan xizmatga kelishni, ayollarning yog'liq ortishini va Uyg'urlarning islom diniga mansub kishilar ekanligini ifodalaydigan har qanday belgi, ishorat, alomat va simvollarni chekladi. Xitoyning Sharq Turkistonda musulmonlarning maktab va idora jamiyatlarida namoz o'qish va yog'liq ortishni cheklaydigan qonun loyihasi 2015-yil 1-oyning 1-kunidan boshlab ijro qilinganligini e'lon qildi. Xitoy Sharq Turkistonda musulmonlarning maktab va idora jamiyatlarida namoz o'qish va yog'liq ortishni cheklaydigan qonun loyihasini 2015-yil 1-oyning 1-kunidan boshlab ijro qilishga boshladi va izchillashtirishning oldingi bosqichlari ishlanishga boshladi. Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyatining raisi Seyittum Turk apandi Xitoy doiralari Uyg'ur musulmonlariga elib borgan zulmlari bilan aslida islom davlatlari ustida bir sinoq elib borgan bo'ldi. Uyg'urlarning musulmonligi ustidan elib borgan zulmlarga islom davlatlaridan hech bir qarshilik va norozilik ko'rilmagandan keyin
bir musulmonning eng aqalli haqqi bo'lgan namoz o'qish, islomga uyg'un kiyinishini qonun bo'yicha jinoyat deb bekitdi. Bu yolg'iz Xitoy doiralarining jinoyati emas, balki islomni cheklaganga sukut qilgan butun islom dunyosining jinoyati hisoblandi. Her türlü dini vecibeler yasak hale getirildi ve bu İslami semboller, sakal, tesbih, seccade, takke, başörtüsü gibi İslami semboller de suç unsuru ve terör unsuru olarak adlandırıldı. Biz bugün hakikaten çok ciddi endişe ve kaygı taşıyoruz. Çin acaba bu niyetiyle, bu açıklamalarıyla neyi hedeflemekte? 30 milyonluk Müslüman Türk'ü topyekün imha etmeyi mi düşünmektedir? Burada biz elbette insanlıktan yardım bekliyoruz. Doğu Türkistan Uyg'urlarning Xitoyga qaytirilishi haqida xabar. Taylandning Uyg'ur muhojirlarini Xitoyga qaytirib beradiganligi haqida tarqatilgan xabar va uchurlarning manbasining aniq emasligi oshkorlandi. Yaqinqi kunlardan buyon matbuotlarda Taylandning Uyg'ur muhojirlarini Xitoyga qaytirib berishni qaror qilganligi, ularning Xitoy grajdani ekanligi aniq isbotlangan taqdirda Xitoyga qaytirib berildiganligi to'g'risidagi uchurlar tarqalgan edi. Bu uchurlarni dastlabda Turkiya ovozi bilan Doğan xabar agentligi tarqatdi. Ammo har ikki xabarda bu uchurning kelish manbasi aniq yozilmagan. Bu haqda Tayland Tashqi ishlar ministrligining uchur vositalarida yoki Tayland matbuotlarida hech qanday uchur tarqalmadi. Ammo Xitoy axborotlari Tayland bosh ministri Prayut Chan-ochaning Beijingga ilib borgan ziyoratidan keyin Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonot berib, ikki davlatning hamkorlik ichida qonunsiz ko'chmanlar, atkazchilik, terrorlik va xalqaro jinoyatlar masalalarida birlikda xizmat ishlashga kelishim tuzganligini e'lon qilgan edi. Albatta bu uchrashuv va kelishimlardan keyin Taylanddagi Uyg'ur muhojirlar to'g'risida andisha qildigan bir ahvol o'ttirg'i chiqayotganligi aniq bo'lsa-mu, hozirgacha Tayland hukumat tarafidan Uyg'ur muhojirlar to'g'risida hech qanday bir bayonot yoki tushuncha e'lon qilinmadi. Tayland hozir bu masalada xalqaro jamoatning besim bilan Xitoydan keladigan iqtisodiy manfaatning o'ttirisida qoldi. Qaysi tarafni tanlaganligini texi rasmiy e'lon qilmaganligi ilgari surildi. Shuning uchun bu uchurlarga nisbatan muhojir qarindoshlarining ahvoliga ko'ngil bilib munosabatli tashkilotlar va shaxslarning tamkin bo'lishini ortiqcha o'ylab umidlanmasligi alohida tavsiya qilindi. Xitoyning qo'rchiqi Nurbakri vazifasidan elib tashlandi. Atalmış Uyg'ur Abdunum rayonining qo'rchoq raisi Nurbakri vazifasidan qoldirildi ve yana bir qo'rchoq Shuhrat Zokir atalmış Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonlik partikomining a'zosi, doimiy komitetining a'zosi muavin shujiliqi tayinlandi. Ammo Xitoy axborotlarida atalmış Abdunum rayonining raisligiga kimning tayinlanganligi haqida hech qanday uchur berilmadi. Xitoy torlarining xabariga qaraganda atalmış Uyg'ur Abdunum rayonining raisi Nurbakri 12-oyning 30-kuni ochilgan Xitoy partikomining yig'inida vazifasidan qoldirilgan. Bu yig'inda Shuhrat Zokirni atalmış Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonlik partikomining a'zosi, doimiy komitetining a'zosi muavin shujiliqiga tayinlashni qaror qilgan va Nurbakirning bu xizmatlarni ishlamaydiganligi bildirilgan bo'lsa-mu, Abdunum rayonining raislik vazifasini kimning olganligi haqida uchur berilmadi. Nurbakri Xitoy Davlatlik taraqqiyot islohot komitetining muavin mudirligi energiya idorasining boshliqligiga yo'tkalgan bo'lib, yangi yil harfistiki bu tasodibiylikni hech kim burun faraz qilmagan edi. Xitoyning tuyuqsiz Nurbakrini vazifasidan qoldirishining Wang Lochan bilan chetishligi borligi ilgari surildi. Hamda yaqinqi xabarlarda Xitoyning Sharq Turkistondagi hozirgi jallati Jang Chunshanning vazifasidan elib tashlanganligi xabar tarqalgan edi. Numan Qurtulmush ota yurtimizga har turli yordam qilamiz dedi. Türkiye Cumhuriyeti muavin bosh ministri Numan Qurtulmush Qirg'izistonda ziyorati bo'ldi va Qirg'izistonga 1 milliard dollarlik ish plani yo'l xaritasini chizdi. Türkiye Cumhuriyeti muavin bosh ministri Numan Qurtulmush Qirg'izistonda ochilgan Qirg'iz-Turk birikma iqtisod komitetining 8-navbatlik yig'iniga qatnashdi va Qirg'iziston muavin bosh ministri Tahirbek Sarpashov bilan kelishimga imzo qo'ydi. Bu kelishim ikki davlat o'rtasidagi savdo tijorat miqdorini 1 milliard dollarga chiqarishni nishon qilgan yo'l xaritasi bo'ldi deb qabul qilindi. Ministr Numan Qurtulmush mundaq dedi: 2000-yillardan boshlab yangi Turkiya, O'rta Osiyo, Balqonlar va Kavkaziyadagi do'stlar bilan yaqin munosabat qurishga boshladi va madaniyat, siyosiy va savdo tijorat munosabatlarimizni quyuqlashtirishga boshladi. Siyosiy muqimlik bilan
bu do'stlar bilan bo'lgan munosabatlarimizning texmi quyuqlashishini xohlaymiz. Ota yurtimizga har turli yordam qilamiz. Ministr Numan Qurtulmush Qirg'izistonning Osiyoning yangi yulduzi bo'lishi uchun har turli destak beradiganligini bildirib, mundaq dedi. Bu yerdagi turk savdogarlarining soni texmi ko'paydi. Qirg'izistonning Yevro-Osiyo erkin rayoni tashkilotiga qaytilishini qo'llaymiz. Bu jihatda Qirg'izistonga 790 million dollar atrofida taraqqiyot fondi yordam qildik. Egallanishicha, turklar Qirg'izistonda 689 million dollar qiymatida 65 ish planini amalga oshirishni ustiga olgan. Turkiya Qirg'izistonga diniy xizmatlar uchun 10 million dollar yordam qilgan. Ministr Numan Qurtulmush Manas universitetida Ismoil G'asparali vafotining 100-yili munosabati bilan ochilgan tilda, fikrda, ish harakatda birlikda qayerda biz degan temadagi ilmiy muhokama yig'iniga qatnashdi. Xi Jinpingning vakili Qirg'izistonga ziyoratga bordi. Xitoy Davlat komitetining a'zosi Yang Jiechi Xi Jinpingning alohida vakili sifatida Qirg'izistonga rasmiy ziyoratga bordi. Xitoy Davlat komitetining a'zosi Yang Jiechi Xi Jinpingning alohida vakili sifatida Qirg'izistonda rasmiy ziyorati bo'ldi. Qirg'iziston Tashqi ishlar ministrligi tashviqot bo'limidan e'lon qilingan uchurga qaraganda, ziyorat jarayonida ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni va strategik o'rtoqlikni taraqqiy qildirish to'g'risida muzokara elib berilgan. Bu qatimqi Xitoyning Qirg'izistonni ziyorat qilishi bir tasodifiylikmi yoki Turkiya muavin ministri Numan Qurtulmushning Qirg'izistonga ziyoratga berishi va ikki davlatning yiqilishib ketishidan andisha qilib, Qirg'izistonda o'zining ta'sir doirasini kengaytirish maqsadida keldimi? Bu savollar sir bo'lib qoldi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, Turkiya bilan Xitoy hozir Taylandda tutib turilayotgan Uyg'ur muhojirlarni talishib qolgan vaziyatda bo'lib, har ikki davlat o'zlarining diplomatiya va siyosiy kuchini ishga solib, u Uyg'urlarni o'zlariga berishini talab qilib kelmoqda. Xitoy parda orqasida Uyg'urlarni qo'llayotgan Turkiyaga o'chmanlik qilishga boshladi. Uyg'urlarni xohlagancha tutqun qilish va o'ldirishdan iborat qotillik jinoyatlarini yushirib kelayotgan Xitoy Uyg'urlarga ko'ngil bo'layotgan davlat va xalqlarni ichki ishga aralanish bilan tanqid qilib kelmoqda. 5 nafar Guantanamo mahbuslari Qozog'istonga o'rinlashtirildi. 10 yildan ortiq vaqtdan buyon Amerikaning Guantanamodagi harbiy turmasi yetayotgan 5 kishi Qozog'istonga o'rinlashtirildi. Amerika Mudofaa ministrligi Pentagon 3 yamanlik mahbus bilan 2 tunislik mahbusning seshanba kuni Guantanamo harbiy turmasidan havo yo'li orqali Qozog'istonga yo'tkab o'rinlashtirilganligini bildirdi. Mazkur 5 mahbusning Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barack Obamaning ko'pincha mahbuslarni ayblamasdan, sotlamasdan tutib turganligi sababli xalqaro jamiyatning ayblash obyektiga aylanib qolgan Guantanamo turmasini taqib etadiganligi haqida va'da berishidan keyin yo'tkab o'rinlashtirishi alohida diqqat tortdi. Qozog'istonning mazkur mahbuslarni uzunga suzilgan suhbat natijasida qabul qilganligi qayd qilindi. Amerika Qo'shma Shtatlari bu yil ichida 28 mahbusni yo'tkab o'rinlashtirgan bo'lib, bu 2009-yildan buyongi eng yuqori yo'tkab o'rinlashtirish bo'lib hisoblandi. Amerikalik yuqori darajali bir amaldorning bildirishicha, oldimizdagi haftalarda yana bir turkum mahbuslar yo'tkab o'rinlashtirildi ekan. Bu qatimqi yo'tkashdan keyin Guantanamodagi mahbus soni 127 ga qisqargan bo'ldi. Yaqinqi yillarda bir turkum Uyg'ur mahbuslarmi Guantanamo turmasidan chiqarilib, boshqa ellarga o'rinlashtirilgan edi. Xitoy G'arbning Xitoyga qarshi ranglik inqilob qo'zg'ayotganligidan qaqshidi. Xitoy armiya gazetining yangi yillik maqolasida ba'zi G'arb davlatlarining Xitoyga qarata ranglik inqilob qo'zg'ashni kuchaytirayotganligi, Xitoy harbiy qo'shini va ofitser askarlarining jangovar ruhini yo'qotishga urinayotganligi bildirildi. Xitoy Markaziy harbiy ishlar komitetining organ gazeti bo'lgan Ozodlik armiya gazeti 1-oyning 1-kuni nuqsonlarni isloh qilib, yangicha qadam bilan armiyani kuchlantiradigan va rivojlantiradigan yangi vaziyat barpo qilayli temasida yangi yillik tabrik so'zi e'lon qildi. Maqolada 2015-yili Xitoy armiyasi siyosiy xizmatlar yig'inining ruhini izchillashtiradigan bir yil ekanligi so'zlanib, armiya qo'shinining har turli vazifasining to'limi mushkul ekanligi ta'kidlandi. Shuning bilan birga ba'zi G'arb davlatlarining Xitoyga qarata ranglik inqilob qo'zg'ash harakatini kuchaytirayotganligi qayd qilindi. Maqolada yana xalqaro jamiyatning ansizlikda ekanligini, turli yushurun xavf-xatarlarning mavjud ekanligini, shundaqla jahonning texi tinch emasligini ko'rib yetish kerak. Mamlakatimizning atrofidagi vaziyat umumiy jihatdan muqim bo'lsa-mu, xavf-xatarlar jug'ulnish holatida turmoqda. Xavfsizlik o'zgarishchanligi kun sayin eshib bormoqda.
ba'zi g'arb davlatlari davlatimizga qarata ranglik inqilob qo'zg'ash qadamini tiziltib, hadab internet orqali madaniyat so'g'uq urushi va siyosiy gen almashtirishni maqsad qilmoqda. Davlatimiz armiya qo'shini va ofitser askarlarining jangovar ruhini yo'q qilishga, qo'shinimizni partiyaning bayrog'i ostidan ayirib chiqishga urinmoqda. Ideologiya va siyosiy bexatarlik sohalarida duch kelayotgan tahdidlar to'liq ig'ir bo'lmoqda deyildi. Xitoy Kompartiyasi Armiya gazeti maqolasida harbiy qo'shin va ofitser askarlarni xavfsirash hamda buruch engini haqiqiy turda yuqori ko'tarib, partiya markaziy komitetiga, markaziy harbiy komitetiga va Shi Jinpingning qo'mondonligiga qat'iy bo'ysunish talab qilindi. 2014-yili Hong Kongda 79 kunga suzilgan dabdabalik markazni egallash harakati yuz berib, oxirida hukumatning besiq turishi bilan oyoqlashdi. Xitoy taraf izchil holda buni ranglik inqilob bilan bog'lagan va chet el siyosiy kuchlarining Xitoyga qaratgan ranglik inqilobining namoyandasi deb kelgan edi. Rossiya chiqish yo'lini islomdan topamiz dedi. Rossiya banklari 2015-yili taxmin qilingan iqtisodiy sohadagi chekinish va krizisdan qutulish uchun islomiy bankchilikka yuzlandi. Rossiya banklari 2015-yili taxmin qilingan iqtisodiy sohadagi chekinishdan ilgari islomiy bankchilikka yuzlanmoqda. Xalqaro embargolar va neft bahosidagi to'vanlash sababidan iqtisodiy chekinib berayotgan Rossiyada banklar islomiy bankchilik sohasiga yuzlanishga tayyorlanmoqda. Davlat xabar agentligi RIA Novostining xabar qilishicha, Rossiyaning davlat ig'dorchiligidagi banklar bankchilik sohasida O'rta Sharq banklaridan maslahat so'ragan. Dubaydagi Ross savdo kengashi rublining qiymatining 2 hafta ilgari nihoyat tuvan saviyaga tushib qolishining Rossiya shirkatlari va banklarini islomiy bankchilik sohasiga yuzlantirganligini bildirdi. Rus banklarining krizisdan qutulishining yo'llarini izlashi, pul paxalliq nisbatining 2006-yildan buyon eng yuqori saviyaga yetishi va Amerika boshchiligida Rossiyaga yurgizilayotgan embargolarning Gazprom bankasi qatorliq banklarga qanchalik ta'sir ko'rsatganligini ko'rsatib beradi. Siyosatchilar banklarning vayron bo'lmasligi va pul muomala sistemasining qalaymaqon bo'lib ketishining oldini olish uchun 23-noyabrda Kredit ta'minot agentligining banklardan zoyum elishni kapolatga ega qildigan qonun chiqardi. Kengash boshlig'i Igor Igorov 23-dekabrda bu haqda bayonot berib bunday dedi. Banka va aloqador o'rinlar islomiy bankchilik sohasini o'rganish orqali bozorlarga qandoq kirishning yo'llari ustida izlanyotdi. Rossiya Markaz bankasi Elvira Nabulina 26-noyabrda bayonot berib, Rossiya banklariga nisbatan inqilob xarakterlik hisoblanadigan islomiy bankchilik to'g'risida xizmat qilishni planlayotganliklarini bildirgan edi. Xitoy terrorlikqa qarshi turish ahdnomasini tasdiqladi. 28-dekabr Xitoy mamlakatlik xalq qurultiyi Shanxay hamkorlik tashkilotining terrorlikqa qarshi turish ahdnomasini tasdiqladi. Xitoyning zuvani bo'lgan Xinhua agentligining xabar qilishicha, Xitoy mamlakatlik xalq qurultiyi Xitoyning Sharq Turkistondagi mustamlikasini kuchaytirish uchun Sharq Turkiston atrofidagi qo'shni davlatlar bilan birlikda qurgan Shanxay hamkorlik tashkilotining terrorlikqa qarshi turish ahdnomasini tasdiqlagan. Bu ahdnoma 2009-yil 6-oyning 16-kuni bu tashkilotning Rossiyada ochilgan a'zo davlat boshliqlari yig'inida imzolangan bo'lib, kirish so'z va xotimasidan boshqa 37 moddani o'z ichiga oldi ekan. Xitoydan boshqa Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikiston qatorliq bu tashkilotga a'zo davlatlarning parlamentlari bu ahdnomani allburun tasdiqlab bo'lgan bo'lib, Qirg'iziston parlamenti bu yil 7-dekabr tasdiqlagan. Bu ahdnomada terrorlikqa doir atalg'ularni qaytiblashtirish, terrorlik va terrorlik voqealarining doirasini bekitish, terrorlikqa tashviq qilish va mablag' to'plashni jinoyat qilib bekitish qatorliq belgilanmalar bayon qilingan bo'lib, Xitoyning Sharq Turkiston musulmonlarining o'zlarining zulmiga qarshi elib berayotgan haqqoniy kurashtirga terrorlik qalbiqini kiygizishdak razil niyati oshkorlangan. Iqtisodiy hamkorlik nomi ostida qurilgan bu tashkilot amaliyotda terrorlikqa qarshi turish shuari orqali Xitoy va Rossiyaning musulmon turk millatlari yashayotgan O'rta Osiyo rayonidagi ishg'oliyatini kuchaytirish uchun xizmat qilib kelyapti. Bo'libmi Xitoyning Sharq Turkiston musulmonlariga bo'lgan bostirishini kuchaytirishda muhim rol o'ynamoqda. Bu tashkilotning ahdnomasida a'zo davlatlarning Xitoy zulmidan qochib o'z davlatlariga chiqqan Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berish belgilangan bo'lib, Xitoy bu orqali Uyg'ur musulmonlarini atrofdagi qo'shni davlatlardan ayirib, texmi yetim qoldirish maqsadiga yetmoqchi bo'lgan. Atrofdagi qo'shni musulmon davlatlarmi Xitoyning iqtisodiy yordamiga aldinib, Xitoyning zulmiga aktiv ovoz qo'shib kelmoqda. Qirg'iziston 2014-yil 25-noyabr o'z chegarasiga kirgan 11 nafar Uyg'urni terrorchi nom bilan etib o'tgan edi.
Hörmətli televizor görüşlər, şunda qılıb bu haftalık istiqlal xəbərləri proqramımız bu yerdə axırlaşdı. Kelər qatımqı proqramımızı görüşkəcə sizlərni Cənab-ı Allah'a tapşırırıq. Assalamu alaykum və rahmetullah.